Assalomu alaykum, hurmatli ta'lim fidoyilari. Men Romitan tuman birinchi son politexnikumining yoshlar ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari To'layeva Feruza Farhodovnaman. Biz faoliyat olib borayotgan politexnikumimizda 11 yo'nalishdan 790 dan ortiq o'quvchi kasb-hunarga o'qitilmoqda. Yaqindagina muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan PF 190 hamda PQ 316 sonli qarori ijrosi natijasida politexnikumimiz 1-yanvardan boshlab texnikum darajasiga o'tishi kutilmoqda. Bizning politexnikumimizda 100 dan ortiq o'qituvchilar faoliyat ko'rsatib, yosh avlodga o'z kasb-hunarlarini o'rgatib kelmoqdalar. Va shu bilan birgalikda barcha o'quvchilarimizga umumta'lim fanlaridan ham turli xil olimpiadalarga chiqib, tumanda va viloyatda o'rinlar oldilar. Shu jumladan yaqindagina ingliz tili fanidan o'quvchimiz viloyat bosqichida olimpiadaning viloyat bosqichida 3-chilik o'rinni olib, respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Ushbu qaror va farmonga ko'ra texnikum moddiy texnik bazasini tubdan takomillashtirish ko'zda tutilmoqda. Buning negizida ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda pedagoglarga bir qator imtiyozlar berilishi ko'zda tutilib borilmoqda. Ushbu qaror va farmonning asosiy maqsadi shundan iboratki, texnikumlarni tugatayotgan har bir yosh avlod ichki bozor talablaridan kelib chiqqan holda asosiy mutaxassis bo'lib yetishishi ko'zda tutilmoqda. Qarorga ko'ra, ishlab chiqarish ta'lim ustalari hamda maxsus fan o'qituvchilari xorijiy davlatlarga borib, o'zlarining malakalarini oshirib kelish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Texnikum o'quvchilarimiz esa o'z mutaxassisliklari bo'yicha xorijiy davlatlarga borib, o'qib o'rganib kelish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Ushbu farmon va qarorning asosiy maqsadi muhtaram prezidentimizning yoshlarga bo'lgan yuksak e'tibordan darak beradi. Fidoyi ustozlarimizdan bo'lgan maxsus fan o'qituvchisi Ahmedova Zulfiyaning pedagogik faoliyati bo'yicha olib borilgan ishlari respublika miqyosida ommalashtirildi. Bu esa bizning jamoamizning albatta faxrli yuzi hisoblanadi.